Alloh taolo yaratgan mo'jizalari haqida gapirishni davom etamiz. Alloh taolo biz insonlarga buyurdi. O'zi yaratgan mahluqotlarni tafakkur, tadabbur qilib o'rganishligimiz uchun. Tun posboni va tabiatdagi sirli mo'jiza. Hech o'ylab ko'rganmisiz? Ukki qanday qilib bo'ynidagi birorta arteriya tomiriga zarar yetkazmasdan boshini 270 darajaga bura oladi? Ukki dunyodagi mutlaq sukunatda ucha oladigan yagona mavjudotdir. Ularning patlari qirralarda maxsus taroqsimon tuzilmalar bo'lib, ular havo oqimini bo'lib yuboradi va qanot qoqqanda ovoz chiqmaydi. Ya'ni patlari tovushni butunlay yutish uchun shu qadar mahorat bilan loyihalashtirilganki, hatto zamonaviy radar texnologiyalari buning qanotlarini tuzilishiga taqlid qilishga urinmoqdalar. Bu ularga, ya'ni o'ljasiga sezilmasdan yaqinlashish imkonini beradi. U o'ljasini shunchaki ovlamaydi, balki go'yo yo'qlikdan paydo bo'lgandek kutilmaganda namoyon bo'ladi. Ukkining ko'zlari bizniki kabi shar shaklida emas, balki kalla suyagi ichiga suyakli halqalar bilan mahkamlangan uzun naychalardir. U ko'zlarini o'ngga yoki chapga qimirlata olmaganligi sababli yaratgan Haq subhanahu va taolo unga bo'ynini fizika qonunlaridan tashqari darajada burish qobiliyatini bergan. Agar inson buni qilishga urinib ko'rsa, uning qon tomirlari darhol yorilib ketar edi. Ukki boshini keskin burganda qon aylanishi to'xtab qolmaydi. Ularning bo'yin umurtqalarida arteriyalar uchun maxsus bo'shliqlar bor. Bosh asosida qon zaxira qiluvchi maxsus omborchalar bor. Bu bosh burilgan soniyalarda miyani qon bilan ta'minlab turadi. Uni eshitish qobiliyati haqida so'z yuritsak, ukkilarning yuzidagi patlar xuddi antenna, lokator vazifasini bajaradi. Ular ovozni yig'ib quloq teshiklariga yo'naltiradi. Ko'pchilik ukkilarning quloqlari asimmetrik, biri ikkinchisidan balandroq joylashgan bo'lib, bu o'ljaning qayerdaligini millimetrgacha aniqlash imkonini beradi. Zamonaviy ilm-fanda ham uning tunda ko'rish qobiliyatining insonnikidan 10 baravar yuqori ekanligi tasdiqlangan. U xuddi biz ko'rishdan to'silgan chastotalarni ham ko'rayotgandek tuyuladi. Ularning ko'z to'r pardasida yorug'lik sezuvchi hujayralar juda ko'p. Bu esa zulmatda ham a'lo darajada ko'rish imkonini beradi. Bu mavjudot shunchaki yirtqich qush emas, balki o'zida sukunatni, qo'rqinchli o'tkirlikni va zulmat ortini ko'rish qobiliyatini mujassam etgan biologik mashinadir. Mo'minin surasining 14-oyatida Alloh taolo ba'z yaratuvchilarning eng yaxshisi Alloh va barokatli ulug' bo'ldi. Albatta, bularni eshiting va tafakkur qiling.